Maktabga umuman o'qimaganman o'zi. Judayam bir biznes nimalar o'qiganman. Men bir xitoylik haligacha rahmat aytaman. Xamchini olib o'rgatadi-da. Marketingni o'rgatgan, odamlar bilan gaplashishni o'rgatgan. Undan oldin A bilan Bni gapini qo'sha olmaykan, nima bo'lsa tez asabiylashaykan. Xuddi yosh bola ko'chani bolasi bo'lib qolganman. Haqiqatan xatolar bo'lgan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. O'tgan podkastimiz ko'pchilikka yoqqani uchun va ko'p izohlarda ko'rdik. Asosan shu odamlar, Tohir akam gapirsin, gap bermasa Tohir aka degan gaplar bo'libdi. Shuning uchun bugungi mehmonimiz Tohir aka. Assalomu alaykum Tohir aka. Undan oldin ozgina Tohir aka haqida ma'lumot bersak, Tohir aka Samarqand viloyatidan, Kattaqo'rg'on shahridan birinchi marta Xitoy kelganlariga 7 yil oldin 2019-18-yilga kelganlar. O'shandan beri shu Xitoyda biznesga aloqador, o'qishga aloqador ishlarni olib boradilar. Assalomu alaykum hammaga. Men Tohir Narzullayev 2018-yil birinchi Xitoyga kelganman va o'sha vaqtdan beri Xitoyga qatnab, Xitoy bilan biznes olib boraman. Bundan tashqari yana Xitoyga o'qib kelaman. Undan oldin kim bu deyotganlar bo'lsa, men ismim Shohroq, Buxorodanman. Shu sizlar ko'rayotgan barcha shu videolarning orqasida turib, hamma shu videolarning montajini qilib operatorman. Ko'pchilik o'sha sizni Xitoydan kelganingizdan keyingi ma'lumotlarni biladi. Xitoyga kelganingizgacha bo'lgan ma'lumotlarni so'rasam, shu Samarqandda yurgan vaqtlaringiz, Xitoyga kelishingizdan oldin nima ish bilan shug'ullangansiz, oilangiz nima bilan kasb egasi bo'lgan, oilangiz qanaqa bo'lgan, o'sha boy badavlat yoki o'rtamiyona, hop, nimaga aynan Xitoyni tanlagansiz degan savollarga javob bersangiz ozgina. Yaxshi savollar bo'lyapti-ku. Bugun qiynaysanmi deyapman. Yo'q, hammasini ochib, xalqqa kimligingizni ko'rsatamiz bugun. Xitoyga 2018-yil kelgan bo'lsam, undan oldin shu Samarqandga o'qishga tayyorlanib yurganman. Yuridikaga topshiraman deb. Bir akaxonim bor edi. Tarix bo'yicha juda ham chuqur o'rgangan, tarixda olimpiadalarga kirib, qatnashib, birinchi o'rinlarni olgan respublikaga. O'shani tavsiyasi bilan, ya'ni yo'llanmasi, yo'l yo'rig'i bilan o'sha orqasidan harakat qilganman. Tarix o'rganganman. Rus tili. Til o'rganish ozgina qiyin bo'lgan. Ona tili adabiyot. Men rus tili va literaturani o'rganganman o'sha vaqtda. Undan keyin shu o'qishga topshirganman, lekin kira olmaganman. Xitoyga, O'zbekistonga. O'zbekistonga. O'sha vaqt O'zbekistonga kira olmaganman. 11 ballim yetmagan. Super kontrakt bo'lgan o'sha vaqtlar. Undan keyin O'zbekistondan nima qilishni bilmay, akamning mashinasini olib taksi qilib yurganman. Butun respublikani aylanib, taksilik qilib, kirakashi bo'lib yurganman ozgina vaqt. Keyin hamma narsa jonga tegib, bir tanishim Samarqandga, endi Kattaqo'rg'ondan Samarqandga 70 kilometr yo'l borguncha meni etib qo'yib, iltimos qiluvdi, yo'lma-yo'l gaplashib ketuvdik. Qarasam, Xitoyga dokument taxlayotgan ekan bir kompaniyadan. Vaziyatga tushib qolgansiz-da. Vaziyatga tushib qolganman, bir yaxshi nima bo'lib qolganda, vaziyat bo'lib qolgan. Imkon bo'lib qolgan. O'shandan keyin maksimal foydalanib, men ham ketaman deb. O'sha bilan yaqin bo'lib, gaplashib, Xitoyga dokument qilish boshlaganmiz. Grant bermagan, ko'p pul xarajat qilganman. Ishlagan pullarim, keyin uydagilar yordam bergan ozroq. Shunaqa qilib Xitoyga olganman. Shu Xitoyga kelishingizdan oldin aytyapsiz, mana o'qishga O'zbekistonga topshirganman degansiz. Va undan oldingi podkastimizda ham aytgansiz, men rus maktabida o'qiganman. Shu haqida ham maktab haqida, maktab davrlaringiz haqida gapirib bersangiz. Rus maktab deganda endi rus tilida o'qiganmisiz? Keyin o'zbek tiliga o'qigan, tayyorlanganmisiz kursga? Qanday bo'lgan shu nima jarayonlar? Rus maktabga o'qiganman. Kattaqo'rg'on 6-maktab. Maktabga umuman o'qimaganman o'zi. Judayam bir biznes nimalar o'qiganman. Kompyuterxonaga yurib, yomonliklar qilib. Lekin sizdan bilinmaydi, lekin bu yerda bizni hammamizni darsga chaqirib, darsga bormasak, telefon qilib chaqirib, bizani darsga o'qituvchingiz so'rayapti mendan deb chaqira olishadi. O'qituvchilar juda ham ko'p yordam qilishgan. Yoshlikdan yo'llanma, yo'l yo'riq berib, hozirgacha rahmat deyman. Ayniqsa sinfdoshlar endi ko'p kompyuterxonaga ketib qolganda men yoshligimda sinfdoshlar orqamdan qo'llab, "Sani Marina Mixaylovna chaqiryapti." Maktabga bor ekan endi. O'qituvchingiz nomi sizga qilgan. Albatta. Birinchisi Venera Andreyevna edi, ikkinchisi Marina Mixaylovna.
классный руководительность. Shunaqa. Xo'p, o'sha vaqtlari o'zi asosan nima bilan shug'ullangansiz? Qarayapman, aytyapsizki, o'qishga umuman qiziqmaganman. Nimaga aynan shu eng rivojlangan shu ilm bo'yicha zo'r davlatga o'sha o'qishga kelgansiz? Nimaga aynan Xitoyni tanlagansiz? Aynan nimaga degan savolga men o'zim javob bera olmayman. Chunki butun hayotim tavakkal bilan keladi. Tavakkalga juda ham ishonaman. Tavakkal qilib ko'raman, o'xshasa o'xshadi, bo'lmasa Allohga tavakkal deyman. Endi yoshligimdan shunaqa tushuncha bo'lib qolgan. Xitoyga kelishim ham xuddi shunaqa. Men bilmaganman shu Xitoyga boryapman yoki Xitoy qanaqa davlat. Oddiy bir O'zbekistonda bir oddiyroq nima bo'lsa kerak dedim. Endi bunaqa rivojlangan yoki boshqa til qanaqadir nima bo'lmagan, tushuncha bo'lmagan. Borsam nima qilaman degan tushuncha bo'lmagan. Borib olsam keyin o'ylab ko'raman degan. Tavakkal, primoy kirib chiqib kelgansiz. Tavakkal bilan kelganman. Hop, Xitoy kelganingizdan keyin asosan qanaqa ощущениялар bo'lgan? Kelgansiz, qaysi shaharga kelgansiz, qaysi universitetga topshirgansiz? Hop, grant bo'lganmi, grant bo'lmaganmi? Kelib oldingiz endi. Xitoy emas, oldin ozroq O'zbekiston haqida gapiraylik. O'zbekiston juda ham bir qiziq taassurotlar bor. Ajoyib nima bor? Esga qolar damlar borda, baribir O'zbekistonga. Yoshligiga ko'p narsa bo'lgan. Odamni har kimni yo'nalishidan chiqib keladigan nima deydi? Bejizga emas deydi. Har bir odam bir sabab bilan, misol uchun sen bilan men o'tirishimiz ham bir sabab bo'lgan. Xuddi shunday meni yo'limga ham o'sha keladigan yo'nalishim bo'yicha hamma bir sabab bo'lgan. Ustozlarim juda ko'p, har bir yo'nalishdan, o'sha biznes yo'nalishida ham, marketing yo'nalishida ham, sport yo'nalishida ham, keyin o'qish, ta'lim yo'nalishida ham hamma yo'nalishda ustozim bor. Ustozim ko'p, tan olaman. Hammasiga juda ham kattakon rahmat. Shu yo'nalish bergan, xato qilganman, tushunmaganman, lekin urib bo'lsa ham, turtib bo'lsa ham, so'kib, urishib bo'lsa ham tushuntirishga harakat qilgan. Hozir o'sha narsalarni chuqurroq tushunyapman. Что haqiqatan xatolar bo'lgan, haqiqatan to'g'ri yo'nalish ko'rsatgan. Ustozlarga rahmat. Yaqinda bayram bo'ldi-ku, sizlar bayrami. Hammalaringizni bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Menda bitta fikr deylik. Ko'p o'zbeklar, masalan, oilasida farzandni chetga yubormoqchi bo'lsa, o'sha doimiy tushuncha bo'lib qolgan, chet elga ketdi, bo'ldi farzandim u yoqda ishlaydi, ko'p pul topadi, juda ham bir yaxshi bo'lib ketadi hayoti. Holbuki o'zi farzandini o'qishga yuboryapti. Lekin o'sha atrof muhitlar ham уже boshlaydi, что farzanding endi Koreyada yuribdi, Amerikada yuribdi, pul topishi уже zo'r bo'lsa kerak, yaxshi bo'lsa kerak degan tushunchalar bo'lganda, atrofimda shunaqa ko'p ko'rganman. Sizda ham shunaqa bo'lganmi masalan? Boshida hech qanaqa mas'uliyat bo'lmagan. Chunki aslida ketib olish degan maqsad bo'lganda, yosh bo'lganman. Bizda yoshligidan o'qimaganman, misol uchun. Endi o'qiganman, unaqa kuchli o'qib, qanaqadir bilimim juda ham kuchli bo'lmagan, o'rta me'yor. Ikki nimaligini tushunaman, endi chatib qo'ymas. Keyin unaqa bosim bo'lmagan, что o'g'lim chetga ketdi, pul yuborish kerak yoki ishlash kerak. Yosh bo'lganman, 19 yosh. Yoki nimadirga erishish kerak, 19 yashar bola degan bosim bo'lmagan. Shuning uchun ham, balki shuning uchun ham hamma narsaga tavakkal qilib ko'rganman, hamma joyga o'zimni urib ko'rganman. To'xtatish bo'lmaganda, nabarot, poddeshka qilib turganlar. Nima ish boshlasam, nima qilyapsan deb so'raganlar. Shunaqa bir ish boshladim desam ham, zo'r qilibsan, yaxshi o'ylabsan. Poddeshka bo'lgan oila tomonidan. Shunaqa nima bo'lganda. Lekin o'qishga kira olmagan vaqtim akamlar tomonidan juda ham katta bosim bo'lgan. Men o'qishga kira olmadim, endi zo'r nima arvo olib beramiz bozorga. Arvo tortasan degan nimalar bo'lganda, endi motivatsiya bo'lganda bir tomonlama. Juda ham bir kuchli motivatsiya bo'lgan. O'sha haqida ozgina masalan tasavvur qiling, siz O'zbekistonning bitta qaysidir universitetiga topshira olmadingiz, kira olmadingiz, topshirdingiz, lekin kira olmadingiz-da, Xitoyning bir qaysidir chet el universitetiga kirganingizdan keyin farq nimada bo'ldi? Masalan,
O'sha period ichida qancha gaplar bo'ldi, qanaqa xayolingizdan nimalar o'tdi, endi nima qilaman yoki ishlaymanmi, o'qimaymanmi degan narsalar o'tdimi xayolingizdan? Unaqa xayollar e, qanday desam ekan? Ishlash xayolimga bo'lmagan. Pul topish qismimga pulim bo'lsa, o'shanisi qiziq bo'lgan. Bunaqa ko'p pul topishim kerak, oyiga $1000 topishim kerak, $2000 topishim kerak degan xayol bo'lmagan. Qismimga ozroq pul bormi? Komfort hayotga xohlaganman. Lekin o'sha komfortni yaratishda o'zimni qo'limga bo'lganda. Misol uchun Xitoyga kelganimdan keyin ham deylik, o'qish boshlandi. Kech qolib kelganman, senga o'xshab. Sen ham oktyabrga kelgansan. Shunday. Men o'sha vaqtda noyabrga kelganman, ayamni tug'ilgan kuni vaqti. Tug'ilgan kundan chiqib ketganman. O'sha vaqtda kech qolib kelib, 2 oyda ichida Xitoy tilini ozroq o'rganib, o'shani praktika qilish uchun qismimga o'zi 200 yuanmi pul bor. Ya'ni bir 2 hafta nima kun ko'rish uchun. Ko'rish yetadi. O'sha lekin 200 yuanni olib kanikulligi uchun sayohatga chiqqanman. Nima bo'lsa bo'ladi. Tavakkal, Tavakkal, bitta bilet olib, bu yerga mana avtobusga, poyezdga bilet olsang bo'ladi-ku. Poyezdga 30 yuanmi, 40 yuanga bilet olasan. Qayerga zeriksam tushib qolaman degan maqsad bo'lganda, unaqa absolyutniy bir nima bo'lmagan, yo'nalish bo'lmagan. Bu ham bir tavakkal bo'lgan. Endi zo'r Xanjouga borib qolganman o'sha vaqt. Xanjou, To'raygon shahrimiz Guizhouda, Guizhou asha bir qishloqroq joy edi. Lekin o'sha yerdan Xanjougacha borganman. 18 soatmi poyezdga yurganman. Tikka turib ketganman. 18 soat tikka yurib ketgansiz. Tikka turib. Bilet narxi qancha bo'lgan? 75 yuanmi shunaqa edi. 70 o'zi 200 yuan pulingiz bor. 75 yuanga bilet olib boshqa shaharga aylanishga kelgansiz. Aylanishga kelganman. 200 yuan bilishlaringiz uchun o'zimiz narxi hozirgi pulda 350 ming, 300 qancha, 160 ming so'm puli bo'ladi. O'shani shundan bir qismini biletga qaytib kelish o'ylamagansiz. O'ylamaganman. Nimadir bo'ladi. Ko'chalar yotganman 4-5 kun. O'sha Xanjouga borib 4-5 kun ko'chaga emas. O'sha nimalar borki, internet kafelar borki, ichkariga internet kafelarga kirib uxlasang bo'ladi. Xitoyga sal nimaroq, qulayroq ko'chaga qolib ketmaydi odam. Shunday, Xitoyda internet kafeni o'ynaydigan joylarda ozgina pul bilan o'sha kechasi o'tkazsanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi. Yoshlikda yaxshi nima bo'lgan. Yoshliklarda o'sha yaxshi. Endi hozir lekin yoqmaydi. Hozir unaqa ishlar yo'q hozir. Hozir unaqa ishlar yo'q. Endi ozgina o'zingizni haqida gapiryapsiz. Bizga qiziq, men uchun qiziq. Ozgina oilangiz haqida ham gapirib bersangiz, masalan, oilada necha kishilar, nima ish qilgansizlar? Yaxshi, sizga bergan motivatsiya gaplari bo'lsa agar sizga hali ham ta'sir qiladigan gapirib bersangiz. Oila juda ham katta biz oilada. Akamlar bor, 3 ta akam bor. Opam, ota-onam. Shu motivatsiya har tomonlama bo'lgan. Akalar. O'ylar har doim men eng kenjatoy bo'lganman. Har doim qanaqadir motivatsiya bo'lgan. Yoshligimdan hech nimadan qo'rqmaganman. Ko'chada kimdir tayoq yesa, misol uchun kimdir uraman desa yoki nimadir bo'lsa, endi yoshlikda bo'ladi-ku. Men o'sha yosh katta bolalarga ham tosh otganman. Akam bor deb. Akamlar bor deb. Bemalol. Juda ham birajaga bo'lganman. Yaqin orada onalar kelib ketdilar Xitoyga. Biz o'zimiz o'sha qancha bir hafta, 2 hafta yurgan bo'lsalar ham ko'p vaqt chiqib men ham yurdim, siz bilan ko'rdim. Onalar juda ham mehribon, mehrga to'la shu kelsalar faqat duo qiladilar. Shuni videolarini ham qo'yganmiz Instagramimizga kelib ketgan. O'shanda ham ko'rishlaringiz mumkin. Har bitta gaplarida duo qilib, shu albatta onam duosi, oilani poddershkasi bilan katta yutuqlarga erishish mumkinligini shu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Hop endi masalan Xitoyga o'tsak, hali O'zbekiston haqida ham yana gaplashamiz. Xitoyga keldingiz, o'qishga bordingiz, o'sha aytyapsiz, sayohatga tavakkal qilib chiqdim 70 yuanim. Undan keyin pulingiz tugadi. O'ylashimcha stipendiya bo'lmagan. Yo'q, stipendiya bo'lmagan, to'lov bo'lgan. Ularni qanday, nima ish qilib, nima qilib siz o'shalarni yetkazgansiz shu vaqtgacha? Qiziq bo'lgan, o'sha juda ham qiziq bo'lganda bu vashli. Sizga ham qiziq. Nima Jo'ramlar o'sha Xanjouga ishlagan, o'qigan ular ham yana ishlagan. Keyin men ham ularga qo'shilib qanaqadir
даю хого халемис рекламный hotpot deydi-ku. Hotpotga ishlaganman. Va yoki nimasini to'g'rilab berib, reklamasiga chiqqanmiz. Plakat ishlab aylantirib o'tirganmiz. Reklamasini ko'chada turib, aylantirib turib reklama qilib bergansiz. Xullas o'sha yerga ishlaganman hoziroq. 2-3 kun keyin yana qaytib ketganman. O'qishga shijoat o'qiyman deb juda ham 14 soatlab o'qiganmiz xitoy tilini. Shuni o'tgan podkastda ham aytgansiz, 14 soatlab o'qiganmiz kitob ishlab. Shu haqida ma'lumot bersangiz, siz Xitoyga kelgansizda, biz masalan bakalavr kelganmiz. Biz hozir o'qishimiz ingliz tilida. Siz til sertifikatingiz bo'lmay turib, qanday nima qilgansiz u? Til kursiga kelganman. Til o'rganishga kelganman. Bizga kam vaqt bergan. 8 oyda ichida HSK olish kerak bo'lgan. 4 yo 5 o'zingni nimanga bog'liq. Lekin o'sha iloji boricha 5 olishga harakat qilganman, grant yutish uchun. Bari o'xshamagan. HSK bilmaydiganlar uchun Xitoyni til sertifikati IELTSga o'xshagan, ya'ni ingliz tilini darajasini ko'rsatadigan yoki Xitoy tili darajasini ko'rsatadigan o'sha til sertifikati. O'shanda 8 oyda HSK 5 olgansiz, lekin grant yutmagansiz. Grant bermagan. Xo'p, undan keyin nima qilgansiz? Grant bermagan, shu vaqtgacha bir nima qilib karantin qaytib ketdi O'zbekistonga. Karantin vaqtga tushgan. Karantin boshlandi, Xitoy tugadi shu bilan. Lekin Xitoyga ham o'sha davr ichiga ham ko'p narsalar bo'lgan. Masalan, uchun kimdandir pul olishga qo'rqqanmiz, uyalganmiz, so'rashga. Qo'rqmaganmiz, ko'proq uyalganman. Endi har bitta erkak kishining o'g'il baland nimasi bor-ku, g'urur sal qiynagan. O'sha davr mobaynida non pishirib sotganman yoki afshaga. Yotoqxona non qilib sotganman. 7 yondan, 8 yondan sotuvdik. Yaxshi biznes edi, lekin men o'yladim o'sha biznes bilan ketib qolsam. Nonvoychi Tohir. Nonvoychi Tohir ketaman o'yladim. Demak, sizda sharoit qiyin bo'lgan. Sharoit juda qiyin bo'lgan. Va shuni bilishimiz mumkinki, hozirda O'zbekistonda ham sharoit qiyin bo'lib turib, o'sha imkoni bo'lmay turib, umidsizlikka tushmaslikni mana shundan ko'rsanglar bo'ladi. O'sha o'qishni davom ettirish uchun hatto nonvoychilik ham qilgan Tohir aka hozirgi kunda biz masalan bizani o'qishimizda ham boshqa joyda ham bizning eng kattamiz yo'l-yo'riq ko'rsatib, doim bizga motivatsiya berib, shunda motivatsiya olib yuramiz. Xo'p, O'zbekistonga qaytgansiz karantin vaqtida, ish yo'q, O'zbekistonda ham qiynalganlar bor. Endi Xitoyda qolib ketganlarni gap qilmasang bo'ladi. O'zbekistonda nima qilgansiz? O'zbekistonga qaytgandan keyin meni yutug'im o'sha Xitoy tilini yaxshi o'rganganim bo'lgan. Borgandan keyin tarjimon bo'lib birinchi qanaqadir Navoiyga fermaga ishga joylashdim. 3 million oylik taklif qildilar. Hamma o'sha vaqtda 800 dollar, 700 dollar oylik olayotgan vaqtda. Mayli endi birinchi ishim amaliyot bo'ladi deb borganman, lekin yaxshi, zo'r amaliyot bo'lgan. O'sha tarjimonlik qilib, karantinda anchagina tajriba orttiraman. Shu to'liq karantinda tarjimonlik qilganmisiz? Ha, tarjimonlik. Demak, o'sha til bilib, o'rganib ketganingiz, ilm ketganingiz, o'sha karantinda ham o'sha pul topishda. Keyin nima qilgansiz? O'sha karantin tugadi, nimalar ochildi. Karantin tugagandan keyin bir yaxshi uyam bir ustoz menga kompaniyaga kirib qoldi. Nima deydi? Tomchilab sug'orish yo'nalishi bo'yicha Xitoyliklar kompaniyasi kelib qoldi O'zbekistonga. Juda ham bir xitoylik haligacha rahmat aytaman. Juda ham nima hamchini olib o'rgatadi-da. Biznesni o'rgatgan, marketingni o'rgatgan, odamlar bilan gaplashishni o'rgatgan. Undan oldin g'ir yoki A bilan B'ni gapini qo'sha olmaykan, nima bo'lsa tez asabiylashaykan, xuddi yosh bola, ko'chani bolasi bo'lib qolganman. Ular bilan ishlashdan keyin ko'p narsani o'rganganman. Qanday oldi sotib qilish kerak, qanaqa qilib gaplashish kerak, qanaqa qilib katta biznesmenlar bilan muloqot yuritish kerak. Xullas 3 yil birga ishlagan bo'lsak, har kuni qanaqadir yangi narsani o'rganganman. Keyin potensialni ko'rganman, bilmadim. Aytgan, что kelajagingni Xitoyga borib davom ettir, yana ham o'rganib kel. O'sha keyin yana ham kattaroq ishlar qilsa bo'lasan, ishlar qila olasan degan nima bo'lganda taklif. Shundan keyin yana qaytib Xitoyga kelgansiz o'qishga, ha? Nechinchi yil qaytgansiz shunda? 2023. 2023-yil Xitoyga qaytgansiz. Sir bo'lmasa qaysi universitetga kelgansiz? Siz?
Hozir o'qib yurgan universitetim MPU deydi. Yugo-Vostochniy deydimi? Ha, Shimoliy Sharqiy Severo-Vostochniy Politexnik universiteti. MPU deydi. Ha, bu universitet bilishlari uchun biz ham shu universitetda o'qiymiz. Sian shahrida joylashgan. Grant bilan kelgansiz Xitoyga. Grant bilan kelganman Xitoyga. Qaysidir sabablarga ko'ra Sabablari juda ham zo'r. Aytib bersa bo'ladi, arziydigan sabab. aha, Grant bilan kelganman, prezidentskiy grant yutgan bizni. Bu ham bilim bilan bergan, ekzamen bo'lgan, cheskan bo'lganligi uchun bergan. Kelgandan keyin shu 6 oy o'tib qiziqib endi pul topishni boshlaganman, o'qishga qolib ketganda yana. Yana qiziqish bilan boyagi mototsikl olib, ozgina sho'xlik qilib, tez haydab qo'ydim. Shu bilan ishtirok qilib, grantni olib qo'ydim. o'sha mototsikl, o'sha tez yurib 170 ta shu yiqilgan o'sha voqea undan sal keyinroq o'sha universitet ichida sal tez haydab qo'yganlari uchun Sal tez haydab. salgina o'sha endi ovozi ham baland u mototsikl shuning uchun endi o'qituvchilar nima qilsa ham har ertalab turib akang eslaydi. Sen tinch yuribsanmi? Shunaqa hozirgacha. Ha. Va shuni orqasidan grantni ham olib qo'ydi. Hozir to'liq kontrakdasiz. To'liq kontraktga $5,500, $4,500mi? Shunday $4,500. $4,500 kontrakt to'layman har yili. Biz ham o'sha yilda kelganmiz. Men ham 2023-yil kelganman. Kelganimda endi akam 1-2 ko'rganman. Uncha ko'p ko'rmasdik, sababi o'zlari aytgandek, faqat ish. Shu oxirgi yilda yaqin bo'lib, tanishib, ko'proq nima qildik. Sizlar o'ylashlaringiz mumkin, qanday yaxshi odam, juda ham mehribon. Kommentariyalarda o'qiyman, farzandim shu kishiga o'qisin. Sizlar bu odam bir kuni shaharga chaqirganlar, "Sho'ru yur, bir aylanib kelamiz shaharda" deganlar. Shahar chiqqanmiz. Shaharga chiqqan edik. O'zim endi bitta oyoq kiyimim bor. Qish edi. Qish edi. Oyoqda endi sal qalinroq paypoq kiymasangiz kiradi, endi orqasini uradi. Torcha olib berganlar, anaqa. Mana kofe ichganmiz. Shaharning o'zida 5 kilometr 1 soatdan ortiq aylangan shaharning o'zini. Keyin soat 8 kechqurun bo'lyapti, metroga minib qaytishimiz kerak. Bizning universitetimiz shahardan 30 kilometr uzoq. Shu metroga o'zigacha 20 kilometrga yaqin. Shunday hazil gaplashib ketamiz. O'rtada havo yaxshi deb qo'yadilar. Havo sovuq. O'sha odam universitetimizni ichigacha peshon kelganmiz. Videolar qo'ygan. Videolari bor, agar topsak qo'yamiz. Boshida xursand kulib ketganman, o'rtada tuyaqishga o'xshab yurganman, zombiga o'xshab, oyog'im urgani uchun. Shunaqa qiziq voqealar ham bo'lgan. Ya'ni endi o'shandan hozirgi ishlari Tohir akani marketolog, o'sha Xitoy bilan bog'liq barcha ishlarni, savdo sotiq, o'sha biznesga bog'liq ishlarini Tohir aka O'zbekiston bilan qilishadi, katta korporatsiyalar bilan. Xo'p, o'sha marketing sohasiga qiziqishingiz qanday boshlangan? Marketing sohasi endi o'zimiz tilga olib qarasak sotuvchi-da endi, sotuvchi, savdogar u masalan ba'zilarda yoshligidan sotuvchi bo'ladi. Shunaqa bo'lganmi sizda ham qanday bo'lgan? Endi menimcha qonda ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki ayamni nimasi bo'lgan, kutubxonasi bo'lgan, bibliotekasi bo'lgan, o'zini magazini. O'sha magazin kitob sotganlar. Men o'ylashim bo'yicha shu qonga bo'lsa kerak-yo. Qondan o'sha sotuvchilik. Qonga, lekin hech kim o'rgatmagan menga oilada nimadir sotishdi. Atak o'sha Xitoyliklarning kompaniyasiga kirib, ko'proq qiziqish o'shandan keyin boshlangan. Hozir o'sha marketing sohasida qanchadan beri? Hamma narsani 7 yildan berida, endi 7 yildan beri shu sohayman. Zavodni o'zgarishi ham, zavodni ko'tarilishi ham, tushishi ham o'sha sotuvchiga bog'liq. Klientni mahsulot olishi ham, olmasligi ham o'sha sotuvchiga bog'liq. Endi bitta korporatsiyaning rivojlanishi ham sotuvchiga bog'liq. Bitta odam boy bo'lib ketishi ham sotuvchiga bog'liq. O'sha vaqtini to'g'ri tanlab, joyi kelsa kutib, joyi kelsa to'g'ri taklif berib, xullas o'zini yo'nalishiga og'darsa bo'ladi. O'sha marketing siri ozroq.
marketing siri haqida o'tgan videoda e'tibor bergan bo'lsanglar, biz kitob haqida video qilganmiz. Shu yerda ham marketingni zo'r tonki yo'llarini ko'rsatib ketganlar. Ya'ni kitobni o'sha biza biz O'zbekistonni, Sentralniy Aziyani bozorini o'rganmoqchi bo'lsang, o'sha mana shu kitobni o'qi, mana shu tarjimasi deb, ya'ni marketingga xod qilib o'sha kitobni olib kirib sotmoqchi bo'lishgan. O'zlari ham o'sha videoda aytishgan. Ya'ni bunaqa videolarimiz juda ham ko'p. Ya'ni o'z qonunni, o'z huquqini bilgani uchun hatto bir kuni торговый sentrga videolarni ko'tarib borib kameralarni Oyoq kiyim almashtirib kiyganmizmi? Nima bo'lgan shuni aytib bersangiz. Ayni nima Nike'dan krossovka oldim. 3 oy garantiya bergan, lekin 3 oy 3 kundan keyin krossovka yirtilib ketdi. Bordim, almashtirib oldim. Shuni qanday yirtganingizni aytib bersangiz. Kimdir bilan baribir tushdi. Shuni baribir tushib, keyin yana futbol ham o'ynashganda Futbol o'ynayman. kameralarni ko'tarib borganmiz. Hayron. 3 oydan ko'p bo'lgan 90 kunda deyapti. Xo'p deyaptilar. Varaqcham olib ariza yozaman deyaptilar-da. ChatGPTga tashladim. Полностью terpinglar deb o'ylaydilar o'zini. Lekin mana shu xitoyliklarga juda ham zo'r Qonuniy yondashish kerak hamma narsaga. Xitoy kelgandan keyin hech qanaqa gap bilan nimani ugovorit qilib bo'lmaydi ijtimoani. Bu gaplarni o'tmaydi yoki qanaqadir shartnoma qilayotgan vaqtlaringizda faqat gapga asoslanib shartnoma qilib qo'ymanglar. Qonuniy bo'lish kerak. Qog'ozga yozilgani hisob, og'izdan chiqqani emas. ham muammosi bo'yicha ko'pchilik hozir kelishidan oldin masalan qanaqa vizani problemalariga uchrayapti. Hozir abituriyentlar kelayotgan talabalar o'zimizga viza sentrga kiryapti. Misol uchun suhbatdan o'tolmayapti ko'pchilik. Menimcha yana ham bir bu o'sha nimani oshirish deb o'ylayman. Kassani pulini ko'paytirish deb o'ylayman. Lekin shu paytgacha unaqa muammolar bo'lmagan. Oldiga tarjimoni bo'lgan. Viza sentrga ham hozir tarjimon yo'qda, xitoyliklarning o'zi suhbat qilyapti. Shu uchun ko'plar yiqilyapti vizadan. O'sha suhbatda tayyorlanmay kirgani ham muammo bo'ladi. Chunki o'zimda ham shunday bo'lgan, viza muammosi. Mana shu ko'rish mumkin bo'lgan hamma muammolarni ko'rganman. Ya'ni o'sha payt o'qishga kirgan paytim grant yutganman, 17 yosh bo'lganman. Men Buxoroda turganim uchun har safar 8 soat borib kelishim kerak bo'lgan viza sentrga. Bir marta endi tanishim olib kelgan. Rahmat, unga ham kelib ko'rsatgan, borganmiz eshigidan kirgizmagan. Sen 17 yoshsan, yosh bolasan, doverniz kerak bo'lgan ota-onam Rossiyada. Yana qaytib borganman. Doverniz yuborishgan, faqat kopiyasini yuborishgan. Kopiyasi bilan kiryapman, u ham qo'ymayapti-da. Bizga haqiqiysi kerak edi. Rossiyaga bilet olishni uydagilarim Rossiya borib, bir oy o'shada yurib, Rossiyadan olmoqchi bo'lganman vizani. Rossiyadan ham atkaz olganman eng qizi. Bir oy o'tib ketgan, sentabr 22 bo'lib ketgan, darslar boshlanib ketgan. Bormasam kerak, o'ylabman, Rossiyada ishlab yuraman dedi. Bir marta kel yana O'zbekistonga, yana bir marta o'tib ko'r degan. Endi ota-onam oldimda dovernizni olganman. Ulardan O'zbekiston qaytib, Primoy Toshkentdan vizaga hujjat topshirib, Buxoro qaytganman. 3 kundan keyin endi borib olishim kerak. Endi bilmayman, yo chiqqan yo chiqmagan. Rossiyaga bilet oldindan olib turib, chiqmagan taqdirga ham Rossiyaga yo ishlardim, yo bir nima o'sha yerda o'qishga kirardim. Bilet nimalarni ko'tarib borganman, siz aytganda har qanday gaplar bo'lgan. Vizada uydagilardan, boshqalardan hammadan bo'lgan. Borib qarasam, viza chiqqan. Endi Rossiyaga borganman, bilet olingan. Rossiyadan keyin через Moskva Xitoyga kelganman. O'shanda ham kutib olishga shu uydagilarning duosi bilan bitta rus oldimga o'tirib qolgan. Uni biznesmen ekan. Tarjimoni shu taksilari kelib meni To'g'ri shahargacha olib kelib qo'ygan. Juda ham yaxshi Komfort bo'lib ketgan. Komfort bo'lib ketgan rostdan ham. Men o'sha xonadoshlarim 24 soatlab ham o'sha qolib ketgan, o'sha aeroportda kela olmay, Abshaga yopiq bo'lgani uchun. Shunaqa muammolar ham bo'lgan menda. Keldingiz masalan, o'qish bilan qanaqa hozir sizda muammolar bor masalan? O'qish bilan muammo yo'q. Umuman Sohangiz, o'zim soham o'sha amaliyotga o'rgangan narsani endi nazariy o'rganyapman. Amaliy o'rgangan nima deydi? Praktikaga bu narsani hozir kitobga xitoychasiga o'rgatyaptilar yana. O'qituvchining gapini tezroq tushunaman. Chunki uni amaliyotga o'tib kelgandami? Eng qizig'i shuncha kontraktga tushirib ko'ryapti.
Lekin yana bir tadbir bo'lib qolsa, nimadir bo'lib qolsa, sizga chiqadi. Masalan, To'g'riga chiqadi, O'zbekiston bilan bir biznes qilish kerak bo'lsa, qanaqadir katta tadbirlar bo'lsa, To'g'riga chiqib, shu bizga gapirib bering, bizga tushuntirib bering, shunaqalar bizada universitet. Shunaqa narsada, shunaqa tadbirlar bo'yicha universitet juda ham yaxshi, aktiv. Chunki men o'zim ham nima yomon tomonini ko'rsatganim bilan ham yaxshi tomonni ham ko'rsatganman universitetga, ham xitoy tilini yaxshi bilganim uchun. Mana bunaqa tadbirlarga meni обязательно chaqiradilar, chunki O'rta Osiyo bilan hozir ayniqsa O'zbekiston bilan Xitoyning o'rtasidagi aloqalar juda ham rivojlanib ketyapti. Samarqand bilan Sianning o'rtasidagi aloqa tim bo'ldi. Shu uchun hamma tadbirlarga borib, qatnashib, qo'ldan kelguncha yordam qilaman. Bepul, pulga emas. Chunki kelayotgan odamlarga ham oson bo'ladi, ham tanish bilish. Kelayotgan odamlar ham faqat biznesmen emas, ular hokimiyat odamlari. Ha, shu masala bo'yicha yaqinda ham kelib ketishdi Samarqanddan hokimiyatdan, ha? Yaqinda ham kelib ketishdi, Samarqand hokimiyati. Samarqand Sian nima tadbir deganlar uchun men ham borganman. Birinchi tadbirim aka olib borganlar, rahmat. Samarqand bilan Sian o'rtasidagi turizmni rivojlantirish masalasi bo'yicha o'sha tarjimonlik qilib, o'sha ishini olib borib, oxirida kontrakt ham tuzilgan. Ya'ni Tohir akani o'zlari shunaqa ish bilan shug'ullanishadi. Ya'ni ikkita biznesmenni B2B deydi, ikkita biznesmenni bir-biri bilan muzokaralar olib borib, to shartnoma tuzilganigacha olib borishadi. Shunchaki oddiy tarjimon emas, ya'ni shu sohani ichidan bilib turib, qaysi tomonga, foyda tomonga og'darishni ham biladigan odam. Keyin undan tashqari, Tohir akani o'zlarida hozir ancha yildan beri konsaltingingiz bor. Ismi TH Consulting. TH Consulting. Xo'p, shu haqida ma'lumot bersangiz, o'zingiz masalan kelganingizda qanchalik qiynalib hujjat topshirish kelgansiz hozir? TH Consultingni ochilishi ham bir kompaniyaga, ko'pgina konsalting kompaniyalarga ochiq qilgan holda deyiladimi yoki nazloyish deyiladi-ku yoki atayin qilgan holda ochilgan. Biza o'sha ko'pgina konsalting firmalar qiladigan xatodan o'rganib, o'shandan qochish uchun o'zim ochganman va kelayotgan odamlarga to'g'ri ma'lumot berish uchun. Men bu qanaqadir allambalo parvoz gaplarga ishonmasdan, bor narsani bor deb, yo'q narsani yo'q deb, kelib biz orqali kelsa ham keladi, o'zi kelsa ham keladi, boshqa konsalting orqali kelsa ham keladi. Faqatgina ertaga bu yerga kelgandan keyin u kelajagini Xitoy bilan bog'layapti, birinchi o'rinda. Xitoy tili juda ham qiyin. Bilmadim, yana bir boshqatdan tug'ilganda bo'ladi, Xitoy tilini o'qishni boshlagandan odam. O'shaning uchun kelajagini raz Xitoy bilan bog'layaptimi, to'g'ri ma'lumot berish kerak birinchidan. Keyin hamma narsa pulga taqalib qoladi. Xitoy kelgandan keyin ko'pgina konsalting firmalar chetku, O'zbekistonga qarashi Xitoy xuddi bir haqiqatan bir kuchli davlat, chet. Shunday. Xuddi Yevropada qaraydi hozirgi kunda. O'shaning uchun summani juda ham katta qo'yadi. $1000, $1,500, $2,500 summa qo'yadi. Qiladigan ish unaqa arzigulik ish emas. Ya'ni shu $1000 ga yarasha o'sha xizmatni qilib berishmaydi shu vaqtda. Shunaqa. Ko'p allanganman. O'zida ham bo'lganmi shunaqa? Ko'p allanganman. Grant obeshat qilganlar, grant bo'lmagan. 4 yil o'qiysan, tamom deganlar, 4 yil o'qimaganman. Keyin shu vaqt ko'p yo'qotganman. Sakrab yurib. Shu vaqtgacha o'sha TH Consultingizni ochib, nechiga yaqin talabalarni o'qishga olib kirdingiz va hali ham o'shalar yozib turadimi, To'g'ri aka, biz mana shunaqa yozib turadi. Aloqamiz yaxshi. Chunki aldamaganman. To'g'ri ma'lumotlar bor. 150 ta talabaga. 150 ga yaqin talabalar o'qishga kirgan. Izohlarda qoldirishyapti. Siz asosiy ishingiz nima? Qanday ishlar bilan shug'ullanasiz? Asosiy qiladigan ishim shu ikki tomonlama olib boriladigan biznesmenlarning ishini o'rtasiga qo'shilib, misol uchun yezikovoy baryeri bo'lib beraman. Birinchi o'rinda to'g'ri tarjima qilishga harakat qilaman. Ikkinchi o'rinda o'sha startap bo'lib keladigan biznesmenlarga rivojlantirishiga juda ham yordam beraman, qo'ldan kelguncha. Chunki uni startapi
rivojlanishi uchun bu yerda o'sha tayyor biznesini analog qilib unga qo'shsa tezroq rivojlanadi. Bu narsani topish uchun ham anchagina vaqt ketadi. Ikkinchi tomonlama biznesmenni nimasini nima deydi, amaliyotini. Xullas, aslida qilinadigan ishlar mana shu. Keyin Xitoy bilan O'zbekiston o'rtasida oldi-sotdi savdo. Mahsulot yuborib, kargo, mana shunaqa narsalar bilan mahsulot yuborib turaman. 1,5 milliard moz aholisi. 1 milliard 400 million shunaqa. Ha, 1,5 milliard aholi bo'lgani bilan kim Xitoyga kelaydigan odam ham faqat o'sha katta shaharlarga keladi, populyarniy joylarga keladi yoki o'qishga kelayotgan odam ham faqat universitet ichiga yuradi. Mana o'zim misol uchun universitetdan 2 marta ko'chaga chiqasan. 6-7 oy ichiga. Asosan ko'p chiqmay, hamma narsa ichiga-da. Hamma narsa ichiga. Shuning uchun bilmadim, biron joylarga nimadir bo'layotgan bo'lishi ham mumkin, lekin u narsalar bizga qorong'u. Juda ham katta davlat. Lekin boshqa tomonlama juda ham tinch. Ko'chaga biron nimangizni qo'yib ketsangiz yo'qolmaydi. Lekin men baykimni yo'qotdim. Oho. Universitet ichida yo'qotdim. O'zimiz universitet ichida Universitet 2 ichida. oydan ortiq, 3 oydan ortiq bayk topilmayapti. Topilmayapti. Davay. Ha, dizmat. Podkastimiz davom etadi. Biz ozgina pererif oldik, dezmotivatsiya berdik. Podkast boshlagan bolaga davom etamiz. Men ketay. Davom etamiz podkastni. Sizlar uchun yangi savollar, qiziq savollar Shohruh tayyorlagan. Keyin Xitoydan tashqari boshqa davlatlarda ham bo'lganmisiz sayohat masalasida yoki Xitoydan tashqari O'rta Osiyoni aylanganman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, keyin qaysi Turkmanistonga bormaganman, qo'ymaganlar. Afg'onistonga ham kirmaganman. O'sha vaqt qo'rqqanman. ha, Shu O'rta Osiyo faqat shu stollarni aylanganman. Aylanib. Bozorni o'rganganman, ovqatlarni o'rganganman. Yeganman, o'rgangan emas. Ovqatlarni nimasi o'rgansan? Bozor qiziq. Qozog'istonni bozori qiziq. Tojikistonniki qiyinroq. Qirg'izistonniki ham ozgina qiyin bozori. Misol uchun chegara bo'lgani bilan rivojlanish kam Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham endi hozir rivojlanyapti. Lekin Xudoga shukr, O'zbekiston o'rtaga bo'lgani bilan, Xitoy bilan chegara bo'lmagani bilan faqat O'rta Osiyo bilan mana shu O'rta Osiyo davlatlari bilan chegara bo'lgani bilan, lekin bizning iqtisodiyotimiz juda ham tez o'syapti. O'sha narsani qo'shni davlatlarga borib ko'rsanglar, qo'shni davlatlarga borsanglar juda ham yaqqol ko'rinadi. Birdan bilinadi farqi. O'rta Osiyodan boshqa yana qaysi davlatlar masalan yoki boshqa Xitoyning boshqa shahar, chiroyli joylarida ham bo'lganmisiz? O'rta Osiyodan boshqa Rossiyaga ham borganman, lekin Rossiyaga kam vaqt bo'lganman. 3 oymi, 2 oy bo'lganman. Unaqa ko'p vaqt bormaganman. Keyin Xitoyga ko'p joyga borganman Xitoyda. 20 ta 18 ham 20 ta shaharga borganman. Endi borishim sababi chunki mehmonlar keladi yoki qanaqadir zavodga borib, zavodni tekshirib, mahsulotni chiqarib olish kerak bo'lgani uchun borish kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham ko'p shaharlarga borib, tillari har xil, shevasi bor. Bir-biridan juda ham farq qiladi. Ko'rib, aylanib, chet ellik ko'rsalar xursand bo'ladi lekin bir xil shaharlar chet ellikni ko'rmaganda. O'sha chet ellik bo'lmagani uchun-da, o'sha kam bo'lgani uchun. Shunaqa. Masalan, hozir O'zbekistonda shunaqa gap bo'lib ketdi. Masalan, Xitoy O'zbekistonga endi kirib 1 oylik vizasiz bo'lgani uchun xitoyliklar ko'p keldi-da, o'sha biznes boshlash uchun har xil gaplar bo'ldi. Shu dolzarb, shu Xitoyning O'zbekistonga bo'lgan biron bir foydasi haqida gapirib bersangiz, masalan, asosan. Dolzarb gap bo'lib ketdi. Xitoyliklar O'zbekistonga kirib, Xitoyliklar O'zbekistonni bosib oladi, nimadir qiladi deb. Mana hozir O'zbekistonda xuddi shunday bezvizli rejim. Qani o'zbeklar, kelinglar qani Xitoyni bosib olinglar. O'rganinglar biznesni, o'rganinglar. Endi baribir ham bizanikilar ko'proq erinchoqlar, shu mashina olsam, o'ylansam bo'ldi deydi. Lekin erinchoqlik qilmasdan Xitoyda ishlashi, marketingi, savdo sotig'i yoki o'sha menejmentini o'rgansanglar juda ham foydasi katta. Xitoyda 24 ga 7 ham ishlaydi. Misol uchun mana hozir bir hafta bayram, lekin bir kun dam olib, qolgan kunlar hozir ham ishlayapti zavodlar misol uchun. Bayram bo'lishiga qaramasdan ishlar. Bayram bo'lishidan qaramasdan. O'zbekistonga Xitoyda kirib kelishi hozircha foydasi bor.
Chunki bozor o'sadi, O'zbekistonni iqtisodiyoti ko'tariladi yana ham, hozir ish haqqilar oshadi. Lekin baribir ham kirib kelgani bilan ham endi davlatni sotib ololmaydi. Hech qanaqasiga. Hech qanaqa o'zini zulmini ko'rsata olmaydi. Kimdirda aytadi Uyg'urlar deb qanadir endi politikaga aralashmaymiz. Unaqa narsa bo'lish juda ham qiyin, chunki u yerda Rossiyani yana ham politika deyaptim. Xullas, hech qanaqa men o'ylashim bo'yicha minus tomoni yo'q. Ko'rasiz, yangi odamlar, turist, xuddi turist kelgandaki, investor O'zbekistonga investitsiya qilyapti. Turklar ham shu paytgacha investitsiya qilib kelgan, koreyslar ham, GM Motors ham Koreyaniki bo'lgan vaqtida. Shunaqa, Xitoy ham xuddi shuni investitsiya qilyapti hozir O'zbekistonga. Ko'rishimiz mumkin, O'zbekistonda rostdan ham hozir yoshlar fikrlash juda ham o'sib, rivojlanib, o'sha maktab tugashidan oldin chetga ketaman deb o'sha qiziqishlari ko'p. Hammasi shu IELTSlari foizi ham oshib ketdi. Hozir IELTS foizi juda ham oshgan, haqiqatan. Toshkent bilan Samarqand, Buxoro katta shaharlar nima qilsa 40% mi, ha? Juda ham katta. Juda ham 6.5 7 o'sha ona tilida deganida u ingliz tilida. Va o'sha O'zbekistonga topshirishlar ham pasayib, chet elga chiqish xohlayapti. O'shalarga ham ozgina nimaga aynan agar kelmoqchi bo'lsa, nimaga aynan Xitoy bo'lishi kerak boshqa davlatlarga nisbatan yaxshi tomonlari bormi o'sha? Xitoy yaxshi fundament beradi. Xohlagan sohalaringizga yaxshi fundament bera oladi. Chunki bir tomonlama arzon, yashash O'zbekistonga nisbatan arzon Xitoyga. Talaba bo'libdi endi. Misol uchun oshxonadan ovqat yesang, kuniga 50 yuan, 60 yuan bemalol yetkazasan. 20 yuandan yesang 3 mahal. Atak 40 yuan ham yetadi bunga qarasang. Shunday birinchi taraflama arzon, ikkinchisi o'sha bilimni Yevropa berayotgan bilimni ham hozir olsa bo'ladi Xitoyga. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq. Hozir O'zbekistonga turib ham IELTS 8-9 olyapsizlar-ku, Xitoyga kelib ham xuddi o'sha narsani davom ettirsanglar bo'ladi. Faqatgina dunyo qarashlaringiz o'zgaradi, muhit ta'siri kuchli bo'ladi har doimgidek. Xitoy tilini o'rganishlaringizga ham tezroq, osonroq motivatsiya bo'ladi. Shuni e'tibor yangiliklarda ko'rib qoldim. Qanchalik siz nima deb o'ylaysiz? Shu O'zbekiston maktablarimizga rus tilidan keyin Xitoy tilini ham o'rgatish boshlashibdi. Eshitgan bo'lsangiz, shu narsaga siz qanday yaxshi Xitoy bilan отношенияsi yaxshilikkami, masalan, shunga nima deysiz? Bu narsani men yomon ko'raman o'zi. O'sha ta'siri kuchli bo'lyapti-da Xitoyda. Xitoyda ta'siri kuchli bo'lgandan keyin mehki politika tili o'rganishni, til madaniyatini o'rgatishni boshlatadi. Kinolari, televideniyega o'sha Xitoycha kinolar paydo bo'lishni boshlaydi. Xullas, yomon narsa bir tomonlama. Chunki Xitoy tilini endi balkim ko'p narsaga unaqa ta'siri yo'qdir, lekin madaniyatni o'rgangandan keyin odam o'sha bitta tilni o'rgangandan keyin, madaniyatni o'rgangandan keyin o'sha davlatga tortadi odamni. O'zbekistonga, Toshkentga qarasang, o'zbekcha gapirmaydi ham ko'plar, yoshlar, ma'lum yoshlar. O'shaning uchun ham tabiati nima bo'lib ketgan, buzilib ketgan. O'shaning uchun ham Xitoy tili ham maktablarga o'rgatilishi balki yaxshidir. O'sha o'tgan videoda ham aytgansiz, mendan so'rashdi lishni o'zimdan, shu gapingiz tugamay qoldi deb. Patriotman bu degansiz, shu rus bilan tortishuv haqida ozgina. Davomida o'sha ruslarni sen russan, o'zbekcha emas, ruscha gapira bilasan degan gapida ham xuddi shu narsa demoqchisizda hozir mana shu Xitoy. Xuddi shu narsa, bora-bora endi bitta pokoleniya emas, ikkinchi pokoleniyaga qiyinroq bo'ladi bu narsa. Bizga bilinmaydi, bizdan keyingi avlodga bilinadi. Ta'siri kuchli bo'ladi. O'shaning uchun ham bu ham bir marketing aloqasi bor buni ham. Misol uchun butun umrga klient yig'ishing uchun nimadirdi yaxshiroq sotsang, butun umrga yig'asan deydi. Xuddi shunda klientni yana ham ko'paytirmoqchi bo'lsang, tiling tarqat deydi o'sha davlatga. Shunday. Hozir bizda
O'zbekistonda juda ham katta o'sishlar bor. Sportda, futbol, boshqa narsada, hamma ilm bo'yicha hamma narsa rivojlanyapti. Shu bilan birga talabalarni ilm darajasi ham oshgan anchagina. Shu bemalol boshqa davlatlarda grant yutib, 100 minglab grant yutgan boshqa har xil davlatlardan. Shuni bizga kelajakda qanday o'sish bo'ladi? Ha. Men tahlil qilishga hali bilmadim, lekin bu juda ham davlat ishi, ma'ni ishim emas tahlil qilish. Aqlim ham yetmaydi narsani tahlil qilishga hali. Lekin bu narsa juda ham foydasi katta. Misol uchun hozir oddiy kecha Real Madrid nimaga Qozog'istonga Olmaotaga kelib Qayrat bilan o'ynaganiga davlat ancha boy edi. Biletlar sotgan. Keyin o'sha yosh futbolistlar ancha muxlisi ko'paydi. Fanatlari ko'paydi. Qayratni yosh futbolistlarga hamda. Chunki Real Madrid bilan o'ynayapti, o'zini ko'rsatyapti. Darvozaboni qanaqa o'zini ko'rsatdi. Futbolga unchalik qiziqmasam ham lekin bu yana ham o'sha marketing biznesi yaxshi. Biznesga yaxshi bu narsa. Tanitish masalasida shu nimaga aynan shu chiqishi ham shu dunyoga tarqalish, O'zbekistonni dunyoga ko'rsatish. Albatta, shuni har sohada o'zini ko'rsatavergandan keyin iqtisodiy ham ancha rivojlanadi. Bilamiz, O'zbekiston juda ham turistik davlat, juda ham tarixga boy, tarixdan juda ham yaxshi bilasiz. Qancha yillik tarixi bor va shu yaqinda shu Siam bilan Samarqand o'rtasidagi turistik atnosheniyalar bo'yicha kontrakt tuzildi-ku. Shu haqida ham bir yaxshi bir ma'lumotlar aytib bersangiz, ya'ni bizga foydasi borligi. Turizm har tarafdan foyda. Turizm rivojlangan shahar bu birinchi o'rinda ekonomikasi rivojlanadi. Ikkinchi o'rinda turizm rivojlangan joy o'sha mahalliy aholi boy bo'ladi. Davlat emas, mahalliy aholi boy bo'ladi. Turizm bu davlatga ko'p foyda olib kirmaydi, asosiy foydasi mahalliy aholiga kiradi. Chunki oddiygina bir nimadir sotsa ham ko'chaga olib chiqib, o'sha turistlar milliy narsa ekan deydi, oladi. Shuning uchun ham turistik shahar har doim o'sha aholi boy bo'lgan. Oxiriga kelyapti podkastimiz ham. O'sha o'zbeklarni, o'sha Xitoydagi o'zbeklar haqida gapirsak ozgina. Siz o'zingiz boshqa shaharlarda o'zbeklar hozir qanday chet elda qanday yashashyapti, ularda vaziyat qanday? Shu haqida ozgina bilsangiz, nima deb? Vaziyat juda ham yaxshi. Misol uchun ko'p do'stlarim bor, o'rislar bor, keyin boshqa davlatdan ham bor. Lekin o'zbeklar ko'proq bir-biriga podдержка qilib, yordam qilib, oldin qanaqadir gruppalar bor edi. Kimdir vizasidan muammo bo'lib qolsa, hamma kartasiga pul tashlab berib yordam qilaydi qo'ldan kelguncha, yoki qolib ketsa yoki qaysidir yili bir Chongqingda zilzila bo'ldi. Chindoga zilzila bo'lib, ko'plar больницаga tushib qoldi. Ko'p kishi yordam berishga tushdida. U ham o'zbeklar qilgan, o'zimizning vatandoshlarimiz. Chetga chiqqandan keyin, endi bilmadim Rossiya boshqa joylar qanaqa, men bu Xitoyga keladigan o'zbeklar juda ham bir do'stona, bir-biri bilan ahil. Yordam bersa bo'ladi, yaxshi. Yordam berib, qayerdan qanaqadir maslahat so'rasa, yordam berib, qo'ldan kelguncha nima qiladi. Siz o'zingizda shu Xitoyga kelganingizdan keyin osh yoki qazilarni yeb kelgansiz, bu yerda ovqat bilan muammo bo'lmadimi masalan? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Ovqatlari yaxshi. Ovqatlari yaxshi. Bilmadim. Bu yerda ham o'sha go'sht, o'zimizda ham o'sha go'sht. Siyanda shunaqa musulmon nimasi ko'proq. Go'shtlari, ovqatlari, lag'monni yana ham yaxshiroq qiladi bu yerda. Osh qilmasligi mumkin, lekin o'zimiz qilib yesa ham bo'ladi o'sha oshni. Chunki endi ko'pchilik endi nima bo'lib qolganda ayolida o'sha chuvalchang yeydi. Lekin bizda unaqa hayol haqiqatan chuvalchang yeydi, nimadir yeydi degan hayoli. Bu yerda unaqa narsalar yo'q, lekin bor. Biz yemaymiz. Bu uyingizda ham agar o'zingizga olasangiz chuvalchang bor, lekin olib yemaysiz-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Ilon bor, ilonni ushlab yemaysan-ku. Nimangga ham, arig'ingga ham quruq ushlab yemaysan-ku. Xuddi o'shanda qayerga bo'lganing bilan ham, qayerga bo'lgani bilan ham o'zi xohlaganday ovqat yeydi. Baribir ham o'zi o'rganganday, xohlaganday emas. O'sha vataniga qanaqa ovqatlanib o'rganib kelgan bo'lsa, o'sha narsaga ta'bi tortadi. Agar boshqacharoq bo'lsa, yeyolmaydi.
Bu video asosan o'zi sizga qiziqqanlar, ya'ni sizga qiziqqanlar tabiiy holda o'sha Xitoyga kelish bilan qiziqadiganlar bo'ladi. Asosan yoshlar, kattalar ham qiziqadi. O'sha biznes bilan yaxshi takliflar berdingiz, yaxshi ma'lumotlar berdingiz. Ehm, Endi kelmoqchi bo'lgan talabalar, hali yosh O'zbekistonda yurib, endigina maktab tugatgan o'quvchilarga kelishidan oldin yoki kelgandan keyin qanaqadir maslahat sifatida, akalik maslahat sifatida biron bir foydali gap aytib bersangiz bir yaxshi bo'lardi. Endi kelmoqchi bo'lgan yoshlarga, Xitoyga kelayotgan, o'qimoqchi bo'lgan yoshlarga eng yaxshi maslahatimiz bir taklif. Endi 17-18 yashar bola nimasi qoni qaynagan bo'ladi. Birinchi o'rinda yon atrofdagi muhitlaringizni to'g'rilab olinglar. Nima deydi? Do'stingni ko'rsatmasdan kimligini aytaman deydi-ku. Bu yerga kelib ko'pgina yoshlar klublar, tekin klublar bor yoki juda ham oson hayotda, hech kim kontrol qilmaydi sizni. Buzilib ketishingiz mumkin. Juda ham oson buzilib ketishingiz. O'shaning uchun ham ko'proq fokusingizni oldindan qo'yib kelayotgan maqsadingizga to'g'rilang. Agar oldindan qo'yib kelayotgan maqsadingiz to'g'ri bo'lmasa, Xitoyga kelib o'tirmang. Bu yer siz uchun emas. Chunki bu yerga kelganingizdan keyin juda ham buzilib ketasiz. Xo'p, agar qo'shimcha bir mavzular bo'lsa o'zingizdan, masalan, qolib ketgan ana shu narsa haqida berishimiz kerak degan fikrlaringiz bo'lsa, ozgina sizni ko'radiganlar, sizni shu so'ragan odamlarga ma'lumot sifatida berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Maslahatim ko'proq kofe iching. Kofe zo'r. Ko'proq kitob o'qing, aqlingizni chaqlang. Har kuni hech bo'lmasa bir 10 daqiqadan Instagramga emas, kitob o'qishga sarflang. Iloji bo'lsa, Instagramingizni, YouTube'ingizni o'chirib tashlang. Bilimni foydaliroq bilim olishga harakat qiling. Har o'tayotgan daqiqa vaqtingiz O'zbekistonga bilmasligi mumkin, lekin mana bu Xitoyga kelganingizdan keyin qadriga yetishni boshlaysiz. Chunki har vaqt g'animat. Birinchi o'rinda musofir bo'lasiz. Bu yerda kelgandan keyin oilangizni sog'inishni boshlaysiz. Lekin ilojingiz yo'q. Kimdirlar sizni kun kutib sanaydi u yerda turib. Kimdirlar sizni kun kutib duo qiladi. O'zingiz ham kun kutib qachon kanikulga chiqarkanim yoki qachon o'qishim tugatib olganim degan xayollar bo'ladi. O'sha narsalarni o'ylagan holda chet elda o'qishni oldindan planlashtirib, nimani yo'qotishingiz mumkin yoki nimaga erishishingiz mumkin, nimalardan voz kechasiz, mana shu narsalarni to'g'ri tushunib olishingiz kerak. Yoshlikdan birinchi o'rinda chetga chiqdingizmi, siz o'sha yosh bola emassiz, o'zingizga mustaqil odamsiz. O'sha narsani zimmani olganingizdan keyin bemalol Xitoy bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, Rossiyami, dunyoning narigi chekkasiga borib o'qisangiz ham o'sha mustaqil odam bo'lasiz. Hech kim sizga baribir ham yordam bermaydi. O'zingizning davlatingizda, o'zingizning yon atrofingizdagi do'stlaringizda hech kim sizga turib bermaydi bu yerda. Ya'ni faqat bu yerda emas, chetda. Endi ko'p vaziyatlar bo'lgan. Misol uchun, mana Shohruxning o'ziga ham bo'lgan. Birinchi kelganiga balkim yon atrofidagilar boshqacharoqdir. Noto'g'ri odam tanlab qo'yganmi yoki xato qilganmi yoki endi kelgandan keyin baribir ham bilmaydi kim qanaqaligini. O'zi ham bir buzuq baykni, elektron baykni 1700 yuanga olib qo'ygan. Bu narsani hozir sotsa ham 200-300 yuanga olmaydi. 300 yuanga ham olishmaydi. Shunaqa. Shuning uchun hech qachon shoshilmang. Har doim kimdir taklif bilan kelyaptimi oldingizga, значит unga taklifini chuqurroq o'rganishga harakat qiling. Может, taklif bilan kelayotgan odam sizdan foydani kutadi har doim. Agar siz taklif bilan borayotgan bo'lsangiz, xuddi shunday ichingizdan nimadir o'tadi, o'sha odamdan qanaqadir foydasi bor, shuning uchun taklif bilan boraman oldinga deysiz. Shuning uchun chuqurroq o'ylang. Har doim chuqurroq o'ylab, birinchi o'rinda emotsiyaga kirmasdan, ikkinchi o'rinda o'zingiz bilan ko'proq gaplashib, lunatik bo'lib qolmang lekin o'zingiz bilan gaplashib, o'zligingizni unutmang. Aslida shu. Sizga katta rahmat. Xudo xolasa keyingi podkast, ya'ni o'sha videolarimizda o'sha
Tohir aka vaqti bilan o'sha vaqtlarda kelgan odamlar bilan o'sha ishlaydigan, o'sha o'z yo'lini topib ketgan yoki endi kelganlar hali tojik o'zbeklar ham bor. Shunaqa ma'lumotlar ham ko'p. Hozir bugun Tohir akani to'liq ochdik. Qanday kelganlar, kim bo'lganlar, nima ish qiladilar, qanaqa istoriyalar bo'lgan, hammasi haqida gaplashdik. Sizlarning vaqtlaringiz uchun juda ham katta rahmat. Izohda sizga qiziq bo'lgan mavzular bo'yicha, sizga qanaqa kontentlar qiziq, shu haqida ma'lumot qoldirib ketsanglar, biz hammasini o'qiymiz, hammasiga javob qoldiramiz va siz aytganlaringizdek o'sha kontentlarni chiqarish boshlaymiz. Katta rahmat. Sizga ham katta rahmat Shohruh. Siz bilan Tohir Nazulayev bo'ldi. Sizga Tohir Nazulayev. Shohruh operator. Montajyor, operator, Bugun videograf. Bugun yangi kasb. Shunday. Podpisa qilinglar. Podpiska tashlang.